Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa yana bugun qisqa videolar tayyorlaganmiz. Yangilik darvozalarimiz bor hamda aksiyaga tushgan darvozalarimiz bor. Videoda oxirigacha ko'rsalang, albatta aksiyaga tushgan darvozalarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa, joyingizga tushib qolsa, inshaalloh darvoza sizniki bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta obuna bo'lmaganlar obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar, like tugmachasini bosib qo'ysanglar bizga albatta motivatsiya bo'ladi. Do'stlar, yo'qmasam darvozalarimiz haqida ma'lumot berishni boshladik. Xo'p, shu darvozadan boshlab qo'yamiz. Albatta o'ng qo'ldan boshlasak yaxshi. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin, taraf fason darvozamiz 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan. Yondorlarimiz shivellarda bo'lgan, taglarimiz shivellarda bo'lgan. Korobkalarimiz 2 stenkada bo'lgan, 6 ga 4 2 stenkada bo'lgan, listlar 1.8 plyusovый bo'lgan. Darvoza полный 100% утепление bo'lgan. Tepa qismini 30 sm skvoznoy qilib berganmiz. Bu joylarga mana nerjevinkali soplardan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Darvoza o'ta ideal chiqqan. Hattoki mana shu to'qima profillari 2-2lari ham hammasi kvadratlari ham 1.5 stenkada qalinda bo'lgan. Orqasini 1.3 yopganmiz, oldi 1.8. Polni o'teplanish bo'lgan. Darvozamiz kvadratga keladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metri. Xo'p, shu darvoza tushib qoladigan bo'lsa, eniga 375, bo'yiga 320 atrofida darvoza, 320. Kvadratini 1.3 million so'mdan beraveramiz. Zakazga bo'ladigan bo'lsa ham 1.3 million so'mdan 1.5 million so'mgacha chiqadi materialiga qarab. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Bu joylarga mana nerjevinklarda ishlov berilgan, xudo xolasa darvoza ideal. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz Dubayskiy pechat darvoza. Shu darvozani ham aksiyaga qo'yib beraman. Xudo xolasa. Kimdir razmeriga tushsa 3.5 darvoza, yonlari kesaklari 8 ga 6 1.5 stenkadan bo'lgan. Taglarimiz shivellardan bo'lgan, taglar shivellarda. To'qima profillarimiz 6 ga 4 1.3 stenkada. Listlarimiz ham 1.3 stenkada. Bu joylarga nerjevinkadan jilo berilgan. Tepa qismini 60 sm skvoznoy qilganmiz. Tepa qismini. Darvoza kraskalari mokriy. Xudo xolasa matviy ko'rinishda bo'lgan, laklari matviy bo'lgan. Hop, zakazga shu darvozamiz 1 kvadrat metrni 600 ming so'mdan qilib beramiz. Zakazga 600 ming so'mdan. Aksiya narxi. Kimni joyiga tushsa bomba narxi. Xudo xolasa 100 ming so'm aksiya qilib beraman. 500 ming so'mdan olib borib, vodiy bo'ylab ustanovkasini qilib beraman. 500 ming so'mdan. Ha, boshqa viloyatlarga albatta kelishuv asosida. Asli 600 ming so'mdan tan narxi, lekin aksiya qilib kvadratidan 100 ming so'mdan. Bu degani 10 kvadrat bo'lsa 1 million so'm degani. 1 million so'm skidka qilib beraman. Xo'p, keyingisiga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz ham haytagi uslubda bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa darvoza o'ta injiq chiqqan desa ham bo'laveradi. Xo'p, darvozamiz 3.30 ga 3.5 bo'lgan darvoza, polni shumkali variantda bo'lgan, hamma yo'q qalin materiallarda bo'lgan. Darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Tepa qismini buni ham shu 50 sm skvoznoy qilganmiz. Yonda profillari 8 burs, 2 stenkada bo'lgan. 6 ga 4larimizdan hammasi 1.7 stenkada bo'lgan. Bu joylarga ruchkalarni qo'yib berganmiz. Agar shuni ruchkalarni nerjevinkali desangiz, nerjevinkalarga yopishtirib beraveramiz. 3.30 ga 3.5 darvoza kimning uyiga tushib qoladigan bo'lsa, bu darvozamizni ham chegirma narxda qilib beraman, xudo xolasa. Xo'p, darvozamiz kvadrati zakazga 1.3 million so'm. Hozir shu 2 qavatli variant, agar 3 qavatli variant bo'ladigan bo'lsa 1.4 million so'mdan fulli. Hozir 2 qavatli variantda shu 1.3 so'mdan. Xo'p, eslatib o'taman yana bir bor, 3.30 ga 3.5. Joyingizga tushib qolsa 1.1 so'mdan olib ketaverasizlar. 1.1 so'mdan. Kvadratdan daji 200 ming so'mdan skidka qilib beryapman. 10 kvadrat bo'lsa 2 million degani. Xo'p, keyingi darvozamizga o'tadigan bo'lsak. Keyingi darvozamiz haytagi uslubda bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. O'sha skronniy variantda, misol darvoza o'ta ideal holatda chiqqan, xudo xolasa chiqiga o'rnamagan, boshqa bo'lmagan. Yondorlarimiz 8 ga 8 burs, 2 stenkada bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz oldi ko'rinishlari 1.8 da bo'lgan. Bu joylarga mana ko'rishlaringiz mumkin, qora kraskadan foydalanganmiz. Shu joylarni ham mana e'tibor bersangiz,
ichkarilar ko'rinmaydi. Pulni saylantirib chiqqanmiz, xudo xolasa. Nerjinkalarni ham taroq deymiz. Nerjinkalarga o'ta ideal qilib tepa qismini skvazni qilganmiz. Darvozamiz eniga 3.90 razmerda, bo'yiga 3.5 razmerda. Sotiladi. Bu ham skronniy varianti, o'sha 60 bachkinalik kerak deganlarga. Xo'p, darvozamiz kvadratga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr O'zbekiston bo'ylab 1 million 200 ming so'mdan yasab beramiz darvozani. Ha, bu skidka narxi 1 million 100 ming so'mdan. Kimdir razmerga tushsa 3.90 ga 3.5. 1 million 100 ming so'mdan olib borib ustonovka qilib beramiz vodiy bo'ylab. Boshqa viloyatlarga albatta kelishuv asosida xudo xolasa, lekin 1 million 200 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka ustonovkasi bor darvozamizda. Ko'rishlaringiz mumkin, dastavka ustonovka bor, xudo xolasa darvoza o'ta ideal chiqqan. Hop, keyingi mana darvozalarga gapirib o'tib ketamiz. Hop, bu ham ko'rishlaringiz mumkin, yangi qiz bola desa ham bo'laveradi darvozamiz. Eniga 2.80, bo'yiga 3. Bu ham skronniy variantda haytdagi uslubda bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Bu darvozani ham aksiyaga qo'yib beraman. Darvozaning kvadrati asli 600 ming so'mdan. 550 ming so'mdan beraveraman. Kimdir razmerga tushsa 550 ming so'mdan. Ammo o'sha zakazga 600 ming so'mdan qilamiz. 600 ming so'm. Ko'rishlaringiz mumkin, darvoza xudo xolasa benuqson desa bo'laveradi. Hop do'stlar, keyingi darvozamiz o'tadigan bo'lsak, keyingi darvozamiz shu skronniy variantda bo'lgan soqqali fason deymiz. Ha, ostolib xalat qoldi. Yondolar 8 kvadratdan bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin, tekis variantda 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan darvozamiz. Biz soqqali fasonni ham nerjinka joylaganmiz. Buni har xil vibrlari bor. Agar aloqaga chiqsalar, xudo xolasa hamma vibrlarni tashlab beraveramiz. 3.5 darvozamiz. Buni ham aksiyaga qo'yib beraman. Darvozamizni asl narxi 1 million 200 ming so'mdan 1.5 million so'mga chiqadi. 1 million 200 ming so'mdan 1.5 million so'mgacha. Kimdir razmerga tushib qoladigan bo'lsa 1 million so'mdan olib ketaversa, 3.5. 1 million so'mdan olib ketaveradi. Shundoq kamerani boqib bo'lsangiz, darvozani yangi, mana xudo xolasa yangilik ko'rishlaringiz mumkin. Hop, bu gibrid fason darvozamiz. O'rtasi ko'rishingiz mumkin, haytdagi uslubda bo'lgan, chekka qismlari o'sha dubayskiy variantda bo'lgan. Nerjinkaga ham bitta e'tibor berib qo'yasiz. Boshqacha nerjinkadan foydalanganmiz. Darvoza o'ta go'zal chiqqan. Yondorlarimiz 8 ga 6, 1.5 stenka, 6 ga to'rlarimiz 1.3 stenkadan bo'lgan, listlarimizdan 1.3 stenkada bo'lgan. Bu joylarga shu hozir yangi chiqqan nerjinkamiz yashillayapmiz, siyoh rang deydi. Darvoza xudo xolasa nima deydi? Bitta baho berib qo'yasizlar. Albatta yoqsa bittadan like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Darvozamiz 3.20 ga 3.20 razmerda. Agar kimdir razmerga tushib qoladigan bo'lsa, shu darvozani ham sotib olamiz. Yangi reklamaga chiqarilgan. Kraskalarimiz mokriy asfalt, laklari ham matviy bo'lgan. Darvozamiz kraskalari kafolati 3 yilgacha. Ha, qo'l mehnat darvozalarimizniki 5 yilgacha. Aytib o'tib ketmabman shuni ham kafolatini. Xo'p, darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri 650 ming so'mdan darvozamiz. Nimaga 600 ming so'm deyishlari mumkin? Bu darvozalarimiz nerjinkasi, bu nerjinkani ozgina farqi bor, narxida ozgina farqi bor. Demakki, bu katta formatda kelgan, narxi jicha balandroq chiqadi bu nerjinkani. 650 ming so'mdan xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavka ustonovka hammasi besplatni. Boshqa viloyatlarga albatta dastavkasi kelishuv asosida. Darvoza xudo xolasa ideal chiqqan, bir yerda nuqsoni yo'q. Kecha shunday chiqdi, sразу tikladik. Darvoza yangi. Kimdir razmerga tushadigan bo'lsa, darvozani beraveramiz. 3.20 ga 3.20 650 ming so'mdan kelib olib ketaverasizlar. Ko'rib, lokatsiya tashlab beramiz, shu joyda o'zida kelib olib ketaverasizlar. Biz manzillar Namangan viloyati 3 tumani. Jidagaba qishloqda joylashgan, shunday Namangan trassa yo'li bo'yida. Hop, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, do'stlar, keyingi darvozamiz ham shtampofniy high-tech pechat darvoza, ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham o'ta ideal chiqqan. Darvozamiz
Profillarimiz o'sha 1,5 stenkadan foydalangan. Taglar обязательно shivellerda bo'lgan. To'qima profillarimiz ham hammasi 1,3 stenkada, listlari ham 1,3 stenkada bo'lgan. Bu joylarga qora nerjinkadan foydalanganmiz. Taglari ham hammasi o'ta ideal. O'rta qismi arkali bo'lgan, tepasida ham skvoznoy bo'lgan. Agar zakaz qiladigan bo'lsa, o'rtasini yopib bering desangiz yopib beraveramiz. Skvoznoy desangiz skvozni ham qilib beraveramiz. Hop, bu darvozamizni o'sha shtapun pechat darvozalarimizni misol uchun 2 qavatli variantda qilsa ham bo'ladi. Polni vibraga o'tirg'izib, orqasini tekis ashibga qilib, polni utupleniya qiladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metr 850 ming so'mdan bo'ladi. 2 qavatli variantda. Даже shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, darvozamiz 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan. Razmeringizga tushib qolsa 320 ga 340 darvoza 600 ming so'mdan kelib olib ketaverasizlar. Darvoza xudo xolasa ideal. Bir yerda nuqsoni yo'q. Kelib olib ketaverasizlar, yo'qsa albatta. Xo'p, do'stlar, kvadratni tushundiring. 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan. Albatta aloqaga chiqinglar, videoyingizni ko'rganman, xudo xolasa kelishtirib beramiz. Hop, bu darvozamizga o'tadigan bo'lsak, bu darvozamiz ham shu ko'rishlaringiz mumkin, qo'l mehnat, ruchniy robota darvoza. Yondorlarimiz 10 stenkadan, 10 dan bo'lgan, 2 stenkadan bo'lgan. Taglarimiz 10lik shivellerda bo'lgan. Hop, to'qima profillar hammasi qalamda bo'lgan. Darvoza 2 qavatli ponni shumkali variantda bo'lgan. Darvozamiz eniga 360, bo'yiga 320 darvoza. Bu darvoza sotilgan. 2-3 kunda o'rnatamiz. Bu darvoza sotilgan. Bu joylarga mana o'sha qora kraskadan foydalanganmiz. Original J2 bazasida darvozani ko'rishlaringiz mumkin. Ponni polirovkalarni qilingan. Har bitta o'ralarga nerjinkalarni kesib solingan. Darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrati 1 million 300 ming so'mdan. 1 million 300 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha chiqadi. 2 qavatli, 3 qavatli variantda. Agar imkon bo'lsa, shunda pauza qilsangiz, orqa tomonini ham ko'rsatib o'taylik. Do'stlar, o'sha har safar klientlarimiz orqa tomonini ko'raylik deyishadi. Mana orqa tomoni shu ko'rinishda bo'ladi. Qaytaga uslubimiz 2 qavatli varianti orqa tomoni shu ko'rinishda bo'ladi. Agar 3 qavatli bo'ladigan bo'lsa, mana shu profillar, qovurg'a profillarimiz ko'rinmaydi. Polni yopilib ketadi. 1 million 500 ming so'mdan chiqadi shu holatda. Mana sizga 3 qavatli variantni ham ko'rsatib o'tib ketay mana. Mana 3 qavatli varianti mana polni orqa ashib ko'p ketgan. Polni ashib ko'p ketgan. Mashq ko'rinishda chiqadi agar 3 qavatli variant bo'ladigan bo'lsa, orqasini polni yopib boramiz. Shtamfun pechat darvozamiz ham orqa tomoni shu ko'rinishda bo'lgan. Do'stlar, ko'rdilaring, orqa tomonlarni ham ko'rsatib o'tdim. O'sha ko'pchilik orqa tomonni ham ko'raylik, orqasi qanaqa bo'ladi deganlarga ko'rib siz isbot bilan bo'lsin dedim. Hop, keyingi darvozamiz taraf fason darvoza ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham o'ta skronniy variantda chiqqan, ortiqcha bachkada joy yo'q. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. 290 ga 360 darvozamiz. Bu ham zakazga qilingan. Yondorlarimiz profilda 2 stenkada bo'lgan, oltida to'qima profillar ham hammasi qalinda bo'lgan. Bu joylarga mana pluntus aylantirilgan. Yorug'lik sifatida tepa qismidan o'sha 30 sm, 25 sm o'sha lazerni qisganmiz. Tepa qismi taxyasi 50 sm bo'lgan. Xo'p, har bitta kvadrat ishlagan 2-2lar ham hammasi qalinda bo'lgan. Bu joylarga mana gipkada egib turib, qora kraskadan foydalanganmiz. Darvoza 3 qavatli variantda. Bu darvoza 3 qavatli variantda deyishim sababi buni qaranglar. Bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Orqa tomoniga mana fonni 3-2 qo'ygandan keyin lis bosasiz. Lis bosgandan keyin orqa cho'kib qoladi. Haytekka o'xshab. Hozir ko'rsatib o'tdim-ku. Ashunga o'xshab cho'kib qoladi-da. 1.8 lis, orqasi fonni shumka qilamizda, orqasidan yana двойni 1.8 lis bo'ladi. Bitta qanotni. Kamida 6 kishi, 7 kishi ko'tarmasa, 2 kishi, 3 kishi ko'tara olmaydi bu darvozani. Asli kichkina darvoza, lekin vesi og'ir. Hop, 1.8 lis, fonni utupleniya bo'ladi, orqasida yana ashibga qilib turib, yana 1.8 lis. Undan keyin oldiga mana 2 to'qima profillari fonni yana ishlov bo'ladi. 3 qavatli variant bo'ladi. Orqasini keyin tushuntirib o'taman. Hop, mana kadr mana. 3-2 o'tirgandan keyin 1.8 lis o'tiryapti, cho'kdi. Cho'kkandan keyin orqasi fonni utupleniya bo'ladi. Mana
Fonni to'plana bo'ladi, orqasida yana lis bosamiz. Orqasida lis bosgandan keyin 3 qavat bo'ladi. Oldida har bitta mana to'qima profillari mana gipga bo'lgan fon 2 taraflari 3-qavat hisoblanadi. 3 qavatli variantda bo'lgan. Agar 2 qavatli desangiz, 2 qavatli variantda bo'ladi, 5 shumka bo'ladi. 5 shumka bo'ladi, lekin 2 qavatli variantga kiradi. O'sha orqadan fonni 1.8 list yopamizda, 1.8 list yopgandan keyin oldida shu 2-qavatini ishlovini berib qo'yamiz. Darvozamiz shu holatda agar 2 qavatli variantda bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metri 1.200.000 so'mdan chiqadi. 1.200.000 so'mdan. 3 qavatli bo'ladigan bo'lsa, fonni o'sha ashifka qilib yopib beramiz. Darvozamiz 1 kvadrat metr 1.450.000 so'm. 150.000 so'mdan razisa qiladi. Liskka. Agar orqasini 1.8 emas, 1.3 ta yopib beravering, menga bo'laveradi deydiganlarga qilib beraveramiz. 1.400.000 so'mdan yopib beraveramiz. Darvozamiz xudo xolasa. Bu joylarga nerjenka deydigan bo'lsa, nerjenka yopishtirib beraveramiz. Qora, mana shu gipkalarni o'rni, misol uchun nerjenkali bo'lasin deydigan bo'lsa, nerjenkali qilib beraveramiz. Hop, keyingi darvozamiz ham ko'rishlaring mumkin. Hop, yondonlarimiz 8 ga 6, taglarimiz 8 ga shivillardan bo'lgan. Hop, listlarimiz fonni 1.3 variantda bo'lgan. Darvoza xudo xolasa ideal darajada chiqqan, garantiyali, tepasiz boshqa qilasiz. Xudo xolasa qilt etmaydi. Misol uchun parash bunday esa kirib ketadi deganlarga bunaqa holat bo'lmaydi darvozamizda. Hop, darvozamiz 3.10 ga 3.5 darvoza. Kim razmeriga tushib qoladigan bo'lsa, buni ham skidka narxda olib borib uстановка qilib beramiz. 1 kvadrat metrini 500.000 so'mdan. Zakazga 550.000 so'm olamiz, pul variant. Hop, bu tomonda переходной eshiklarimiz ham bor. Переходной eshiklarimiz hop, ikkita tayyora bor. Hop, 1.20 ga 2. 1.20 ga 2. Agar razmerlarga tushib qoladigan bo'lsa, shu joyda o'zida olib ketaverasizlar. 1.5 million so'mdan donasi. Zamoylargacha qo'yib beramiz. Do'stlar, darvozalarni ko'rdilaring, xudo xolasa albatta yoqsa bittadan like tugmachalarini bosib qo'yasizlar. Keyingi videolarda xudo xolasa yana ham yangiliklar qilib berishga harakat qilamiz. Yangiliklarimiz bor. Albatta kimlardir ma'qul kelsa aloqa chiqasizlar, razmerlarini aytsanglar, o'zimiz borib o'lchab olamiz, olib borib ustanovkalargacha qilib beraveramiz. Qanaqadir maslahat yoki qanaqadir so'rash, meni uyim razmeri mana shunaqa, mana fason tushadimi, yo'qmi deydigan bo'lsalar ham erinmaymiz. 24 soat onlaynmiz, xudo xolasa. Sirazi aloqa chiqsalar, rasm tashlasalar, aka sizga mana ma'qul deyishimiz ham mumkin. Xudo xolasa maslahatini beraveramiz. Manzillarimizga keladigan bo'lsak, bizning manzillar Namangan viloyati 3 tuman Jidagapa qishlog'ida joylashgan. Ismim Sardorbek. Shu ish faoliyati bilan xudo xolasa 13 yildan shug'ullanaman. Hop, bitta nomer ishlataman. 93 kodi bilan 403 66 00. O'sha nomerga aloqa chiqsalar, albatta o'zim olaman, borib o'zim razmerlarni olaman. Hop, xoh musofirda bo'ling, xoh boshqa joyda ijtimoiy tarmoqda o'sha WhatsApp, Telegram, imo barcha ijtimoiy tarmoqda faolmiz. Misol uchun bu joyda o'zida yo'qmagan darvozalaring bo'ladigan bo'lsa, o'zlaring tanlagan darvoza bo'lsa, tashlasalaring birga bir qilib chiqarib beramiz darvozalarni ham. Xo'p do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.